21-asrni axborot texnologiyalarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ayniqsa harbiy sohani. Siz bilasizmi, ushbu soha mutaxassislari qayerda tayyorlanadi? Biz sizga bu haqida qisqa vaqt ichida to'liq ma'lumot beramiz. Mudofaa vazirligi Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti O'zbekiston Respublikasi prezidentining tashabbusi bilan 2019-yilda tashkil etilgan bo'lib, bugungi kunda mazkur oliy harbiy ta'lim muassasasining bakalavriat yo'nalishida qo'shinlarimiz uchun 8 ta mutaxassislik bo'yicha ta'lim beriladi. Bundan tashqari bu yerda magistratura hamda malakani oshirish kurslari ham yo'lga qo'yilgan. O'quv mashg'ulotlari sohaning eng malakali va yuqori tajribaga ega mutaxassislari tomonidan olib boriladi. Institut professor-o'qituvchilarining aksariyati turli darajadagi ilmiy unvon va darajalarga ega. Bu yerdagi har bir o'quv xonalari eng so'nggi kompyuter va axborot texnologiyalari bilan jihozlangan. Shuningdek, turli trenajyor komplekslari, sport majmuasi, shinam yotoqxona va oshxona kursantlar ixtiyorida. Ahamiyatlisi, bu yerda barcha ta'minot turlari mutlaqo bepul bo'lib, ular davlat stipendiyasi bilan ham ta'minlanadi. Nomzodlar Respublika oliy ta'lim muassasalarining muhandis-texnik yo'nalishlarini 3-bosqichini muvaffaqiyatli tamomlayotgan talabalar orasidan tanlov asosida saralanib olinadi. Ushbu oliy harbiy ta'lim muassasasini tamomlagan kursantlar leytenant harbiy unvoni bilan qurolli kuchlarda xizmatni davom ettiradi. Aloqasiz boshqaruv yo'q, boshqaruvsiz g'alaba yo'q. Siz axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutida o'qishni xohlaysizmi? Unday bo'lsa, o'zingiz yashaydigan hududdagi mudofaa ishlari bo'limiga joriy yilning 31-mart kuniga qadar ariza bilan murojaat qilishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlarni esa 71 kod bilan 502 71 08 telefon raqamlari orqali olishingiz mumkin.